Assalomu alaykum. Muyassar Tursunov. Va alaykum assalom. Keling. Obidjondan oylikni Olasizlar-da o'sha oylikni ertaga. uzr. To'xtang. Nima bunaqa mutlaysiz, ha? Sandoq kayfiyat ko'tarsangiz-chi? O'tiring. Gapiring. Agar ishdan haydab yubormayman deb va'da bersangiz gapiraman. Va'da? Va'da beraman. Oilada 7 jonmiz. Ota-onam, men, ayolim va 3 nafar farzandim. Yangi yil yoki tug'ilgan kunlarni kutmaymiz. Biz faqat har oyning 5-sanasini kutamiz. Chunki mana shu sanada men maosh olaman. Ota-onamni dorilari tugagan. Olib berishim kerak. Ayolimni tishi og'riyapti. 9 kundan beri. Stomatologga olib borishim kerak. Katamni oyog'iga tufli olib berishim kerak. Kichkinamni bog'chasiga 5-sanada pul to'laydigan qilganmiz. O'zimga hech narsa ololmayman. Chunki kreditim bor. To'g'ri, bunaqangi xarajatlar siz kabilarni bir soatlik daromad pulingiz, lekin biz kabilar bunday xarajat uchun bir oy ishlaymiz va 5-sanani kutamiz. Tushundim. Qog'oz bersangiz, arizamni yozaman. O'zim yozaman. Sizni oilangiz men beradigan oylikni kutib, zoriqib turganini bilmas ekanman. Meni kechiring. Men 3 kun oldin tug'ilgan kunim edi. Ishchilarga beradigan maosh pulini tekinxo'r dugonalarimga chorbog'da patsi qilib berib ishlatib qo'yibman. Oldingizda aybdorman. Obijonga aytaman. Qayerdan bo'lsa ham pul topib, sizni oyligingizni oshirib, bugunoq qo'lingizga beradi. 5-ni kutadigan faqat meni oilam emas-da. Mana shu zavoddagi hamma kutadi.